o'z vaqtida rossiyalik radio boshlovchi Yuriy Levitan "Говорит Moskva" deb so'z boshlar edi. Keyinchalik bizni mahalliy ommaviy axborot vositalari boshlovchilari Toshkentdan gapiramiz deb so'z boshlar edi. Biz esa g'ishlarni yonboshidan gapiramiz. Assalomu alaykum qadrli ko'rarmanlar. Demak, siz uy quryapsiz, g'ish urdiryapsizmi? Albatta mana shunday qora qog'ozlarni gidroizolyatsiya maqsadida qo'yishingiz shart. Hozir ko'p joylarda, ba'zi joylarda ko'rib qolyapman, birinchi g'ishning tagidan izolyatsiya deb rastorni o'zini yoyib, qora qog'oz qo'ymayapti. Ertaga namgarchilik bo'lsa, mana bu beton yog'ingarchiliklarda namni o'ziga yig'adi. Undan keyin tepaga sho'rda har xil namlarni berish boshlaydi. Ko'p uylarda ko'rganmiz, mana bu suratdagidek gribok deydi ruschasiga, namlar, sho'rlashlar, ko'chishlar chiqib qoladi. Ana shulardan saqlovchi narsa, sababchi bo'ladigan narsa mana bunaqangi qora qog'ozlar bo'ladi. Ana o'shaning uchun albatta bu narsani qo'yishni unutmang. Uy quryapsizmi? Foydali va manfaatli videolarni ko'rishni istasangiz sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.